sizning yurib turgan texnika do'koningiz bor va buni sotmoqchisiz. Uni qanchaga sota olasiz? Buni hisoblashni 3 xil yo'li bor va uchinchisi biznes oldi sotishda eng ko'p ishlatilinadigan kalkulyatsiya hisoblanadi. Men bularni sizga o'rgataman. Undan avval profilimga obuna bo'lib qo'ying. Investitsiya va moliya bo'yicha kerakli kontentlarni ulashib boraman. Unda biz taxminan olaylik yillik $200,000 kirimiz bor va sof foidangiz $60,000. Bu do'konga kiritgan investitsiyangiz $50,000. O'zbekiston holatida siz kiritgan investitsiya eng birinchi hisoblanadigan yo'li bu qancha kiritgan bo'lsangiz mana shuncha bilan hisoblanadi biznes. 50,000 kiritdingiz, 50,000 bilan hisoblanadi. Bu birinchi uslub. Ikkinchisida yillik daromadingiz, ya'ni yillik qancha kirim qildingiz? $200,000 va buni 0.35 ga ko'paytiramiz va unga $50,000 kiritgan investitsiyangizni qo'shadigan bo'lsak, $120,000 ga baholanadi biznesingiz. Uchinchisi sof foidangiz $60,000 edi. Uni biz 2,5 multiplikatorga ko'paytiramiz va bunda $150,000 bo'ladi. Ya'ni sizni texnika do'koningiz yiliga $60,000 keltirayotgan bo'lsa, uni 2,5 ko'paytirsak $150,000 ga baholashningiz mumkin. Bu o'sha biznes yaxshi holatda turgandagi bahosi hisoblanadi. Agarda siz ham biznesingizni qiymatini bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring, qaysi biznes turidasiz va yillik kirimingiz, yillik sof foidangiz va qancha investitsiya kiritgansiz. Mana shunga qarab sizni biznesingizni hisoblashlikka harakat qilamiz va bu videoni mana shunday texnika do'kon ochmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yoki mana shunday texnika do'koni bor do'stlaringizga yuborib qo'ying.